Mana farzandlar, ikkita farzandingiz bor ekan, ular yolg'on gapiradi endi bola baribir orada. Qanaqa jazo qo'llaysiz ularga? Ularga endi to'g'ri tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi Lekin shu paytgacha urmaganman. Kattaman 24, kichkinam 19, urmaganman hech qachon bilan. Urib, qattiq gapirmaganman bilan ko'yniga qarayman, chunki bola bez bo'lib qoladi urgan sari. Nima deb o'ylaysiz? Urish kerakmi o'zi qaysidir joyida? Yo'q, kerak emas. Yo'q, to'g'ri gapirish kerak, faqat to'g'ri gapirish kerak. To'g'ri tushuntirib, endi qilmagin degan ishni jazolash kerak. Qanaqa masalada? Misol uchun ko'chaga chiqmaysan, lekin men shirin ovqat qilib bermayman. Shu masalada atak urib bo'lmaydi bola. Men maslahat beraman, urmanglar iloji bo'lsa. Bola nevrologik asab sistemasiga juda katta ta'siri borda. Ular yolg'on gapirishni nima qilishmaydi, lekin adalariga, oilalariga sal bo'lsa ham yolg'on gapirib turishardi, lekin yolg'on gapirmalari ham yolg'on gapirsa yaxshi bo'lmaydi deb urishib turardim-ku. Jazo bermaganman. Jazo bermagansiz o'zingiz farzandlaringizga? Yo'q, yolg'on gapirmagin deganman. Nima bo'lsa o'zimga gapir deganman. Nevaralaringizga qanaqa jazo qo'llayapsiz hozir? Nevaralarimga hech qanaqa jazo qo'llamayman. Eng kerakligi yaxshi munosabatda bo'lsangiz, bolaga yaxshi gapirib tushuntirsangiz. To'g'ri tushuntirish kerak boshdan. To'g'ri tushuntirsa, bola ham to'g'ri tushunadi. Oldingi paytlarga birinchisin kechirganman. Atak bundan keyin yolg'on gapirman. Umuman menga emas, boshqalarga ham yolg'on gapirma deb tarbiya. Urmagansiz, umuman bolalarni kaltaklamagansiz. To'g'risini aytavering, bijir-bijir qo'yaverasiz. Meniki hammasi ham o'g'il bola, lekin men kaltaklaganman joyi kelgan payt. Qiz yo'q uchun o'g'il bolalarga qattiqroq o'tirish kerak. Navaringizga qanaqa jazo qo'llaysiz hozir? Navaram urmayman, juda yaxshi ko'raman salomni. Dana mag'iz shirin deydilar, qatta mag'iz. To'g'ri gapirishga o'rgataman, yolg'on gapirmaslikka harakat qildiraman-da. Birinchi to'g'ri tushuntirishga harakat qilaman. Keyin jazolab ko'ramiz. Urasizmi, so'kasizmi? Urmayman, yaxshi gapirib tushuntiraman. Nima deb tushuntirasiz? Yolg'on gapirmagin, yolg'on gapirsang Alloh jazolaydi deb shunaqa tushuntiraman. To'g'ri tushuntirasiz. Sal qattiqroq gapiraman, bo'ldi. To'g'ri tushuntirasiz. Ha, to'g'ri tushuntiramiz. Urmaysiz, so'kmaysiz, to'g'ri tushuntirasiz Ha, faqat. shunaqa. Asli o'zi urish yo baqirish kerak emas, to'g'risi men jahlim chiqib bir payt baqirib yuboraman. Lekin manaqa iloji boricha yolg'on gapirishmaydi bolalarim. Yolg'on gapirsa o'zi qo'rqib bitta. Yolg'on gapirsang solam aylantirib. Yo'q. Solaman emas, lekin to'g'ri baqiraman-ku. Bilmadim lekin. Men nima qilish mumkin? Iloji boricha to'g'ri tushuntiraman. Urasiz? Yo'q, hali shu paytgacha Urmagansiz. yo'q. Hop. Urmayman. Qanaqa jazo qo'llaysiz? Nima deysiz ularga? Aqlli tushuntirish kerak. Mana kitoblarimizda shu kitoblarimizda o'qib aqlaman. O'zi ham azmi ko'ma harfni tanib o'qiyapti. Mana yaqinda maktabga chiqadi. Ancha-muncha bu narsani o'rgatib, din borasida ham mandaqa bo'lgan deb atak bunaqa qattiq nazorat bilan nima qila olmayman. Nima deysiz? Xato qilganda o'g'il bilan qiz ikkalasini birdan jazolash kerakmi yo ikkalasini jazolashi anaqasi bo'ladimi? Nima deydi? Farqi bo'ladimi? O'g'il bolaga boshqacha jazo, qiz bolaga Alohida shug'ullanish kerak. Shug'ullanish kerak deb o'ylaysiz. U onasi yoki qiz bilan onasi bilan to'g'ri, otani ham gapi bunaqasi kerak qiz bolaga. Lekin bunaqa qattiq qo'lli yoki anaqa tarafdor emasman.